Afex lazer uskunalarimiz BM110E modeldagi Raytos golovkalar bilan jihozlangan bo'lib, hozirgi kunda eng yuqori sifatdagi golovkalardan bittasi bo'ladi. Va aynan shu golovkalarni ko'pchilik 1,5 kilovatdan boshlab 6 kilovatgacha bo'lgan lazerlarga qo'yadi. Biz esa 1,5 kilovat lazerimizga aynan shu modelni qo'yib qo'yganmiz. Bu ayniqsa lazer istochnigi Raytos bo'lgan holatda juda ham silliq ishlaydi va albatta avtofokus funksiyalari ham mavjud. Va ushbu lazerlarimizni komplektida quyidagi narsalar chiqadi. Hanli brendiga tegishli 1,5 modeldagi suv sovutish moslamasi, O'zbekiston sharoitida eng kerak bo'ladigan narsa 40 kilovatlik stabilizator va albatta chang tortish moslamasi. Bu esa boshqaruv panellarimiz, 23.8 dyumli monitorimiz va albatta hurmatli obunachilar, aynan shu turdagi orqasi magnitli qoplama bilan ishlangan pult upravleniyamiz ham komplektga kiradi. Aynan ushbu turdagi lazer uskunalarimizni atigi siz $14,5 ming ga Afex klubda sotib olishingiz mumkin. Hammaga omad.